Va rahmatullohi barakatuh aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sog' omonmisizlar? Bilasizlar, o'sha gap, mani ishyorim, salomatlik ulkan boylik, o'sha boylikni asrash siz va bizning ixtiyorimizda. Men o'sha boylikni faqat siz azizlarimga ilinib kelyapman, mana shu kungacha, mana Allohga shukr sababini qilib. Ana shu boylikni sizlarga xohlaganim nima shun? Chunki insonda salomatligi joyida ekan, yeganida, ichganida halovat bo'ladi, huzur bo'ladi. Endi insonda bir joyi og'rib tursa borku, mayka min noz ne'matlarni qo'yib qo'yinda, o'shalar ham kelsa ko'zga ko'rinmaydi. Mana shu onajonim mana oldimga mana kelganlarida 2 oy 5 kun bo'ldilar. Bu insonda tushunasizlarmi, suyak yemirilishi tashxislari qo'yilgandi. Hattoki yurishlarga shunaqangi qiynalarida jonida azoblar bilan turgan edi. Mana hozir ne ko'z bilan qarayki, sakinatda, shunaqangi xotirjamlikda o'tiribdi, jonlari halovatda. Endi nima bo'lganini, mana qolganini o'zlaridan eshitasiz. Assalomu alaykum onajonim, yana bir bor. Menga shu bitta gapirib bering, shu bizni anu negativlarimizdan bor, endi anu negativ maslarimizdan bor. Sababi hali sizni ko'rib ko'p inson shifo topadi-da. Shifo topgandan keyin sizga ham ajr savob yoziladi, onajonim. Alhamdulillah, Allohim, o'zingga shukr. Shu bolaga kelib ixlos bilan o'zi manaqa ko'rinmasdan turib oldim. Men simalasini olsam, qandaydir foyda bo'lishni boshladi. Og'riq ham rosa kuchli bo'laverdi. Bu bola aytdi. Faqat telefonga qarab turib shunday, bu bola gapiryaptim. Bekarga gapirmaydi, ichaman dedim. Ko'rinmasdan 2 marta olib ichdim, 3-chisida ko'ringani keldim. Mana yaxshiman, bir tomonga qiyshayib yurardim. Qulonpoyalardan chiqolmasdim. Allohga shukr, namozlarga ham chiroyli bo'lyapti. Avvalo Xudo, keyin bu bola sababchi bo'ldi. Allohim shunday bola bo'lganingizga rahmat. Tarixlarda qolsin. Rahmat onajon. Ilohim, nomlaringiz tarixlaringizda qolsin. Bu meni mehnatimni mevasida onajonim. Shuning uchun masalan, mana shu bitta inson shifo topdim desa, menga mana yana ham energiya kirib ketadi onajonim. Xudo xolasa. Bundan-da kuchli bo'ling ilohim. Bolalaringiz ham shunaqa bo'lsin. Amin. Ota-onangiz ham ilohim sizni baxtingizga omon yursin. Doim rahmatlarni eshitib, ular ham u yoshlarga kirsin. Amin. Allohu akbar. Onajon, oldingi holatingizga qaraganda hozir qanaqa o'zgarishlar? Shuni aytib bering, 90% gami, 70% gami? Qanaqa? 90% ga. Nastroyenalar ham yaxshi. Og'rimasiz, yaxshi bo'lsa ekan. Burishda ko'raman sizni. Har bir eperingizni qoldirmayman. Balki kelishdan oldin ancha lecheniyalar qilganmidingiz? Voy, qilganman, blokada qildirganman, rosa. Oxiri ta'sir qilmay qolgan. Bu o'sha blokadalardan ta'sir qilmay qolgan. Ta'sir qilmay qolgan. Oxiri ta'sir qilmay qoldi. Keyin majbur bo'ldim, lekin aniq emirtalarga tushmaganman, qo'rqaman bundan. Tushmaganman, lekin bu nimalarga o'zingizlarga tushganman, o'zingizlar aytgan mana shunaqa. Sekin ehtiyot bo'lib yuring, doim 6 oyda bir licheni oling dedi. Lichenalarni olib yurdim, ta'sir qilmay qolganda. Endi mana yaxshi bo'ldi mana shu dorini. Kelinglar, ichinglar, hammanglar. Sizlarga ham, navaralaringizga ham beryapsiz ekan, ha? 3 ta qizim bor, 3 qizimga ham bo'lib beraman. O'zlari ham ko'rib ketdi. Ular ham yaqinda orada kelib qoladi. Ularga ham bugun ertalab hammasiga telefon qildim, og'on dorilar. Ta'siri qanaqa? Juda yaxshi deyapti. Mashalloh. Juda yaxshi. Aya, ketaring, juda yaxshi. Yana olamiz bizniki bor ekan deb sanadik. Necha kunga yetishdi. Yaxshi. Simalarni tugab qoladi dedi, o'zim yetib keldim. Alloh boringizga shukr. Qarang, hozir o'zingiz bilan birga mana yaxshi bo'lib qolganingizdan keyin bir qo'ni qo'shlarni ham olib kelibsiz. Qo'shnimni olib keldim, mana qo'shlarimni olib keldim. Ha, salomat bo'lsin. Endi mana shu mashina bir ko'rgin, uka doktorda yotadi. Bir ko'rgin uka deb yetalab keldi. Boringizga shukr. Endi onajon, bilasiz, men masalan shifo topgan insonlarga Hayotxon, hop, onajonim shifo topganlar menga qarang, 2 ta ko'knor yog'i va men simalarni 3-oyligini ham beramiz. Bularga endi podarka qilib beraman-da. Keyin shu kallagan xurmo sharbatdan ham olib kelib bering, ulardan ham beraman. Endi onajonim bularni ichib endi yosh qizga aylanasiz. Rahmat. Ya'ni ham yengilgina bo'lib, zo'r bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Rahmat. 2 ta olib keling mana ko'knordan. Hop, endi jicha shamollashim ozgina mana shu tomonda ko'zim shamollab qopti deyapsiz. Bu endi jicha o'sha shamollashingizga mana shu bitta ikkita narsa qilib beraman. Bularni bilan xudo xolasa zo'r bo'lib ketasiz. Bo'ptimi? Bu tomonlarni ham mana o'g'naveramiz. Onajon, endi bu mana salomat bo'lib qolganingizga mendan sizga podarka, mana u ham sizga mana sovg'a, xudo xolasa. O'sha o'n tortilganini olib beringda menga, o'shani beravering onajonimga mana. Mana shu ham sizga mendan sovg'a, xudo xolasa. Bo'ptimi? Endi shifo topdim degan insonga mana shunday sovg'am bor-da, men onajonim, xudo xolasa. Shifo topdim. Mening sovg'aga mehr bilan Xudo xolasa. Mana ba'da ham olib qo'ygan, xudo xolasa, mana yo'lda sahrlari bor ekan va undan tashqari o'sha jicha puchni shamollashlarimiz bor ekan. Mana ko'ring, sahrni bitta o'lchab kelasiz kelganda, bo'ptimi? Keyin itoat qilib, qibillamay aytgan vazifasiz qilib kelaman opamga o'xshab, xudo xolasa.
xohlasa. Rosa itoat qildim. 3 mahal Shifo topdim ishdim degan. ikkitadan. 3 mahal Uch ishdim. mahal, ha. Bitta o'rtog'imga aytsam 3 mahalni ko'tara olmabdim. Damlinasi ko'tarib. Men 3 mahal ishdim. 3 mahal ichordingiz, ha. E'tibor qilib. Qarang, Siz mashallah. aytganingizdek hali Bor birinchi izlashgan. yurakdagidan boshlaganman. Ha, serdechkalikdan, Ha, bo'ldi. keyin- Boshida qarang, bitta bezotagarchiliklar ham bo'ldimi onajon? Bo'ldi. Xuddi manovi nima tomirlarim qayrilib qolganga o'xshadi. Aha. Bir nima og'riq qoldiruvchi ishdim. Orada bezovta qilib. Endi bitta ilg'ashiga shu chidasa bo'lar ekanmi? Voy, chidasa bo'lar ekan. Endi shuni ba'zi bir erkaklarimiz shunga chidalmayapti. Yo'q, mana Shularga nima masalan, deysiz? Mana o'zi ayol orib chidayapti. turadi, mana o'zi orib turadi. U jinniy og'riq kuchli bo'ladi xolos u. O'tib ketar ekan. shunaqa. O'tib ketar ekan, ommaviy Ha, o'tib ketar ekan. Shunaqangi onam kabi bardoshli bo'linglar azizlarim. Jicha o'sha sal og'rig'iga chidab beradigan bo'lsa bo'ldi. Undan keyin faqat sizda tanangizda halovat bo'ladi. O'sha yillar davomida 15 yillabmi, 3 yillabmi, 10 yillabmi shunaqa qiynalib kelgan dardingizga borku, shuni tochka qo'yib qamiz. Bo'ldi. O'sha kasalingizni yerga ko'mib qo'yasiz. Tarixda qoladi u kasallik sizda. Esingizdan ham chiqarib yuborasiz. O'zingiz ham tarixda qoling. Ilohim biz ham shu Ibn Sinolarga o'xshab tarixda qoling, Beruniylarga o'xshab. Ilohim Luqmon hakimlarga o'xshab xudo xolasa. Ilohim. Mayli onajon, bitta meni haqqimga yana bitta duo qilib qo'ying. Sizni duoylaringiz ijobatda onajon. Sizlarning yoshlaringga yetaylik biz zamonam. Ilohim. Alhamdulillah. Allohim. Amin. Shu bolani bizga yetkazsan, o'zingga ham Amin. sanolar bo'lsin. Amin. Shu bolani diliga solyapsan ekan. Amin. Bundan-da yaxshi qilsin. Amin. Ilohim. Kambag'allarni ham Amin. hammani teng ko'ryapti, Amin. ilohim. Amin. Alloh bu bola nima niyatlar qilayotgan bo'lsa, niyatiga yetsin, Amin. ilohim. Sog' salomat Amin. yursin. Ota-onasi Aha. bu bolani baxtiga Amin. Amin. yaxshi bo'lib yursin, bolalaridan, Amin. Amin. mehnatlarini bolalaridan ko'rsin, Amin. ilohim. Amin. Hamisha sog' salomat bo'lib yurishlikka Amin. nasib qilsin. Amin. Biz ham masjidga kelganlar hamma shifo Amin. topib Amin. ketsin, Amin. ilohim, menga Amin. o'xshab. Amin. Ilohim kelganlar ham, kelmaganlar ham shifo topishlikka nasib Amin. qilsin. Allohu akbar. Ilohim sizga ham Alloh umringizni Amin. sizga barokat bersin. Farzandlaringiz baxti kamolini ko'rib yashang. Boshlarida duogo'ylari bo'lib 100 yoshlarga kirib, ilohim o'shalarning baxtiga sog' omon yuring. Siz kabi shu yerga kelgan barcha bemorlarimizga Allohim komil shifoligidan ato etib, shunaqangi yorug' yuzlar bilan ko'rishimizni Alloh ro'zay nasib aylasin. Amin. Allohu akbar. Bo'ldi. Mana shu Shopir akalarimiz ham kelibdi. Ilohim akamiz, shu Shopir akamiz ham Allohim umriga, rizqiga o'zing barokat bergin, tani jonlarini, to'rminjalarini sog' qilgin. Tanasida dard nimaligini bilmasdan yashasin. Farzandlarini baxt kamolini ko'rib yashasin. Nimaki dilidagi, qalbidagi go'zal niyatlari bo'lsa, Allohim dargohingda qabul qilib o'zing ijobat qilorgin. Amin. Allohu akbar. Salomat bo'linglar. Alloh panohida bo'linglar. Juda ham xursand bo'ldim, hoji ona. Xudo xohlasa